Istanbulda dahshatli qotillik. 24-yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida dahshatli qotillik ro'y berdi. Shaharning Shishli tumanidagi Ferikoy mahallasida chiqindi konteynerdan boshsiz tana topilgan. Ushbu jasad O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 37 yoshli ayolga tegishli bo'lib, u boshqa o'zbekistonliklar tomonidan o'ldirgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlarga ko'ra, qotillar jasadni bo'laklab chamadonga solishgan va chiqindixonaga tashlab ketishgan. Jasadning boshqa qismlari boshqa chiqindixonadan topilgan. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi sud tibbiy ekspertiza markazi hamda prokuratura bilan hamkorlikda o'tkazilgan o'rganishuvlar natijasida o'ldirilgan shaxs O'zbekiston fuqarosi Hakimova Durdona ekani tasdiqlanganini ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi qo'lga olingan. Ular Turkiyadan Gruziyaga aviareys orqali qochishga uringan vaqtida ushlangan. Kun.uz